Yoshingiz 40 dan oshdimi? O'sha 42, 43 ga kirdingiz. Telefonga qaraganingizda mana bunday ko'ra boshladingizmi? Bu ko'zingizni qarayotganligini bitta belgisi, ya'ni presbiyopiya sizda boshlanyapti. Ko'zda yoshga xos bo'lgan plus deyiladi bu. O'qiganda, yozganda, tikkanda odamga diskomfortlanmaydi. Yozuvlarga, masalan, birorta flakonlar yozuviga, bir maydansalarga qiyinlasha boshlaydi va yil o'tgan sari bu plus ko'paya boshlaydi. Bunaqa holatda nima qilish kerak? Hech bunaqada tushkunlikka tushish kerak emas. Yaxshi ko'z shifokoriga uchrashib, to'g'ri ko'zoynak tanlash kerak. Bu birinchi muhim narsa. Ikkinchi bu narsa bu demak ko'z mashqlari. Asosiy narsa bu ko'z mashqlari. Bizga siz hozir mashq so'zini yozib qoldirasiz. Biz sizga o'zingizga mashq tashlab beramiz va bu mashqlarni siz muntazam bajarib tursangiz, bu plusingiz ko'payishini oldini olasiz. Ba'zi odamlar keladi, mana bugun ham shunday bemorlarning birinchasini ko'rdim. Uzoqqa yoshlari 50-55 yosh atrofida uzoqqa ham ko'rishda plus paydo bo'lgan. Nega deb o'ylaysiz? Bularda asosiy sababi o'sha ko'zoynak tanlaganda doktor tanlab beryapti, borib turib gatoy, tayyor Xitoyda ko'zoynaklarni olyapti va o'sha bilan o'qiyapti va bu sekin-sekinlik bilan uzoqqa ko'rishni xiralashtiradi. Ba'zilarda 30%, ba'zida 40% ko'rishni uzoqqa xiralashganini ko'rdim. Bitta ayol bo'lsa ko'zoynaksiz tayyor ochki taqqansam shuni ko'rsatyapti. U ham tayyor ochki. Lekin xo'jayinisini tayyor ochkisini ishlatib yurgan ekanlar. Bular ham xuddi shunaqa muammo bilan bugun keldilar. Asosiy o'sha ko'zda xiralashga sabab o'sha tayyor ko'zoynaklardan foydalanish. Shuning uchun siz o'zingizga mos, qorachig'ingizni razmeriga, ya'ni o'lchamlariga mos qilib, to'g'ri ko'zoynak tanlab olsangiz, bu ko'zingizni dam oldiradi. Agar siz ko'zingiz ko'zoynakda o'qiyotganingizda charchyaptimi, ko'zingiz toliqyaptimi, demak bu ko'zoynakning markazida xatolik bordir. Balki ko'zingizda qorachig'ini noto'g'ri o'lchamini noto'g'ri olgandan bo'ladi. Ba'zida o'sha optiklarimizda xatolardan kelib chiqadi. Eng ko'p holat bu tayyor bozorda ko'zoynaklarini yoki optikani tayyor ko'zoynaklarni ishlatishdan bo'ladi. Shuning uchun yaqinga o'qishga qiynala boshladingizmi? 45larda ayniqsa seza boshlaysiz, bir g'alati ishda bir narsani o'qigingiz keladi, ko'zingizda o'qishga qiynala boshladingiz va bu xavotir olmasdan to'g'ri ko'zoynak tanlash kerak. Hozirgi paytda oynalarda juda yaxshi turli tumanlari bor. Ko'zoynaklar, mana bizda Ko'z nuri klinikasida hozir juda ko'p turlari bor. Sizni ko'zingizga mo'ljallab qilib beramiz, maza qilib taqadi ko'zoynakda. Qachongacha taqadi? Bu odatda bu yo'qolmaydi. Lekin ba'zi holatlarda uzoqqa ham, yaqinga ham ko'zda xiralashgan holatlarni kuzatamiz va ularga trifokal gavharlar qo'yib beramiz. Ularda o'sha o'qiydi, bemor uzoqni ko'radi va bemorda yaxshi qoniqish hosil qiladi. Agar sizni ota-onangizda xuddi shunaqa muammo bor, uzoqqa ko'rishda xiralik bor, plus yaqinga masalan uzoqqa +2, yaqinga +4 taqadimi? Buning eng yaxshi yechimi bu o'shanaqa maxsus trifokal yoki EDOF trifokal gavharlar bor. Hozir mana Galaxy gavhar keldi. Unda o'zi kechqurun mashina haydaydi, unda tabloni ko'radi, televizorda ko'radi, ochkisi o'qiydi. Bu zo'r gavharlar bilan bemalol hayot tarzini maza qilib o'tkazadi. Bu gavhar almashtirish operatsiyasi deyiladi va bu bir umrlik, ya'ni bir marta qildi, bu bilan shu bilan inshaalloh umr oxirigacha yaxshi ko'rib yuradi. Yoki ikki xil yoki bifokal yoki shunaqa ochkilar bor, progressivni ochkilar bor. Bitta ko'zoynakda ham uzoqni, ham yaqinni ko'radigan ko'zoynaklar bor. Yoki alohida qilib uzoqqa alohida, yaqinga alohida ko'zoynak qilib beramiz va siz bemalol ko'rib yurasiz. Lekin ko'zoynakka tan berish kerak, ko'zoynak kerak baribir. Mashq qilgan holatingizda ham ko'zoynak kerak. O'shaning uchun ko'z mashqlarini qiling va ko'zoynakni kerak paytda ishlating. Endi sizga doktor o'qishga ko'zoynak qilib berdimi, siz u bilan uzoqqa qarashingiz kerak emas. Ergashganingizda bunday qarardilar. Ochkini tushirib uzoq. Xuddi shunday ochkini ustki qismi bilan uzoq qaraysiz. Ochki o'qiydigan ochki bilan uzoqqa qarasangiz, bu ko'zingizda refraksiyasini buzilishiga va uzoqqa ham ko'zingizda pulsi oshishiga olib kelishi mumkin. Azizlar, men ko'z doktori doktor Hikmatullo Ko'z nuri klinikasida refraksion xirurgman va muntazam shu muammolar bilan shug'ullanamiz. Agar sizda ham shunaqa muammolar bo'lsa, albatta kommentariyalarda yozib qoldiring. Biz sizga qo'limizdan kelgancha savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Ko'z nuri klinikasi sizga xizmat ko'rsatishdan mamnun. Sog' bo'ling.